Mani qizlarim har kuni muzqaymoq yesa ham hech muzqaymoqqa to'yishmaydi. Har doim magazindan sotib olib, magazinchilarni boyqigandan ko'ra, uy sharoitida tayyorlab ko'ramiz. Uyda tayyorlangan muzqaymoq bunaqa mazali chiqadi deb o'ylamagandim. Ko'chan muzqaymoqni endi umuman yemasam kerak. Birinchi marta muzqaymoq tayyorlashim bo'lganligi uchun ozgina qo'rquv va tavakkal bilan ishni boshladim. 3 tuxumni sarg'iga 180 gram shakar qo'shib, miksirni o'rta darajasida shakari eriguncha miksirlab oldim. Shakari erib bo'lgandan keyin 250 mg juda ham qaynab ketmagan, lekin qaynash darajasiga kelgan sutni quyib, yana 10 daqiqa miksirladim. Qozonga sutli massani quyib, o'rta olovda quyilguncha aralashtirib turamiz. Massamiz xuddi mana shunaqa holatga kelishi kerak. Uni strech paket bilan yopib, avval xona haroratida sovutib, keyin 2 soatga muzlatkichga yuboramiz. Massamiz soviguncha 400 gram qaymoqqa vanilin qo'shib miksirlab, muzlatkichdan sovib chiqqan massamizni qo'shib, yana miksirlab olamiz. To'liq retseptni har doimgidek opsiyaniyada qoldiraman. Qaymoq deyarli tayyor. Muzlatkichni muzxonasida 6 soat qoldirsak bo'ldi. 6 soatdan keyin mana shunaqa qattiq holatda tayyor bo'ladi. Bunaqa mazali chiqqanidan ertaroq tayyorlab ko'rmaganim uchun afsuslandim. Ta'mi qanaqa chiqqanini bilishni xohlasangiz, bugunoq tayyorlab ko'ring va bu videoni muzqaymoqni yaxshi ko'radigan tanishingizga yuborib qo'ying.